Mana yana ilon chiqdi. İlanlarning hammasini o'ldiringlar. Kimki ularning intiqomidan qo'rqib ularni tark qilsa, bizdan emas. Kimki bitta ilonni o'ldirsa, unga 7 ta savob bo'ladi. Kimki bitta qurtni o'ldirsa, unga bitta savob. Mana bu yerdan bir chakdan ilon chiqmaydi. Mana bo'zni tagiradi. Mana shu uyda shu oila ilonlar bilan hozirgi kunda qo'rqib yashab kelmoqda. Biz kanalimizga videosini qo'yganimizdan keyin o'zlariga karta ochirganmiz va o'zlariga tushgan summa 2,7 million so'm tashkil qiladi. Bizning maqsadimiz shu oilaga yordam berish. Assalomu alaykum barcha obunachilarimga, charchamayapsizlarmi? Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin va biz kelgusi oilani biz baxtli qilishga erishish arafasida turibmiz. Faqat sizlardan bir paddishga qilamiz. Shu oilani xudo xolasa quvonchiga sherik bo'lamiz. Shu uyini chiroyli qilib yo boshqatdan qurib beramiz mablag'ga qarab, yo o'zini chiroyli qilib imoratini tiklab beramiz. Imkon boricha shu videoni maksimal tarqatishinglarni iltimos qilamiz. Pastdagi kartalar o'zlarining kartalari. Imkon boricha yordam qilamiz. Agar imkoni yetmaganlar shu videoga like bosib qo'ysalar, kommentariy qancha ko'p yozsanglar, shuncha biz paddishkalarga qarab shu oilaga yordam beramiz. Imkon boricha tashib qo'ymaysiz degan umiddamiz. Bizga kerak bo'ladigan summa sal kattaroq pulni tashkil qiladi. Agar biz shu summalarga qarab shu uyni imoratini boshlaymiz. Opamiz juda ham xursand. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Bizlarga yordam berib, shunchaki yordam berib tashlaganingiz summalaringiz uchun rahmat. Barcha homiylarga, yaxshi odamlar sizlarga ham rahmat. Iltimos, beibtibar bo'lmangizlar. Bizlar ham hali ham qo'rquvda yashayapmiz. Iltimos, yordam beringizlar. Uyimizni remont qilib olaylik. Barcha yordam berayotgan akalarimga rahmat. Mana shu uyda xudo xolasa sizlar bilan birgalikda tiklaymiz degan umiddamiz. Hozir ham tepalarda 3-4 ta ilon bor deyishyapti. Kecha ham yana ilon chiqqan shu uydan. Qamash tuman hokimligidan hokimimiz, Qamash tuman hokimi eshik romlab berib ketibdi. Alloh rozi bo'lsin va gipsagardonlar berib ketgan o'zlarining hol-ahvollarini biz video chiqarganimizdan keyin so'rab ketishgan. Alloh rozi bo'lsin tuman hokimliklari xodimlaridan. Obunachilar, agar imkon bo'lsa shu oilaga maksimal darajada yordam bersak juda ham yaxshi bo'ladi. Agar kuchimiz yetsa shu uyni boshqatdan buzib qursak ham bo'ladi yoki shu uyni mablag'ga qarab shu uyni o'zini remont qilib chiroyli qilishga turtki qilamiz, eshik romlarini qo'yamiz, tepasini ochamizda ozgina ko'tarib, yana boshqatdan yopib, chiroyli qilib yopib, ichlarini steshga qilib, hamma joyini qilib beramiz degan niyat bor. Agar shunday qilish nimamiz bo'lsa, imkonimiz yetgancha qaraymiz. Pul mablag'iga qarab, sizlar bilan birgalikda agar shu oilaga yordam berish niyatida bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, pastda o'zlarining kartalarini qo'yganman. Dilfuza opa, ismingiz? Dilfuza opa o'zini kartasiga nomi chiqadi, Dilfuza opa nomiga. Shu kartalarga ehson qilsanglar bo'ladi. Barcha qo'llab-quvvatlab turgan obunachilardan Alloh rozi bo'lsin. Paddishka qilib bizani qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddamiz. Rahmat hammaga. Charchamanglar. Videolarimizni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shu videoga like bosib qo'ying. Sog' bo'linglar. Har qadam oq olar boshdaga to'da, ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola, o'zimcha hali ham bo'laman bola. Goh yolg'on, gohda rostdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib, qariyana baxtni izladim, yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim, topgan shuhratdan mastdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Alloh osmon oynasini ochganda asta, so'radi bir umrlik tilaging tila, men javob berdim sekin va asta, shu so'zlarni eshitayotgan insonlarni asra. Xullas, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, mana shu oilaga biz hissamizni qo'shsak, pastda karta raqamlarini qoldirib qo'ydim. Imkon darajasida yordam bera olamizmi? Agar yordam berish qo'limizdan kelsa, pastda karta raqamlarini qoldirib qo'ydim. Imkon darajasida yordam qilamiz. Agar qo'ldan yordam berish qo'ldan kelmayotgan bo'lsa, videoni pastida like tugmachasi bor. Mana shu like bosib qo'ysanglar, video rivoji yanada qo'shiladi va yanada
ko'payadi, ko'ruvchilar soni ko'payadi va shu yordam beruvchilar soni ko'paygandan keyin shu xonadonni Xudo xolasa chiroyli qilib mana shu yerda ochilish marosimi qilib o'tkazib beramiz deb niyat qildim. Xudo xolasa mana shu bizga qo'shilgan obunachilarimiz bo'lsa, albatta kuch birlikda yordam qilamiz shu oilaga. Albatta shu xonadonni chiroyli qilib beramiz degan umiddamiz. Ko'p oilalarga yordam berganmiz, ko'p oilalarni uyini qilib berganmiz. Qanchadan qancha bemorlarni shifo topishida biz yordam berganmiz, ya'ni sababchi bo'lganmiz. Bu oilani Xudo xolasa yerda qoldirmaysiz degan umiddamiz. Nasib shu oilani mana shu yerda xonadonida chiroyli to'ylarda biz sizlarga mana shu videodan keyingi videolarda qo'yib boramiz. Bizani mana shu videolarimizni qo'llab-quvvatlab va ihson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin deb qolamiz. Imkon darajasida shu videoni tarqatib qo'yamiz, like bosamiz. Shu oila uchun duolaringizni ayamaysiz deb umiddamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatib boringlar. Xudo keyingi videolarda yangilik bor deb chiqish niyat qildik inshaalloh. Mana shu videolarimizni o'tkazib olmaysiz deb umiddamiz. Charchamanglar.